hududida bitta 3 xonalik lyuks apartament uyimiz sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Frunze ko'chasi yagona darchan domida bo'lyapti. 3 xonalik полноценный kirish qismimiz. Ajoyib. Общий санузел, oshxona, bolalar yotoqxonasi, kattalar yotoqxonasi va mehmonxona bo'lyapti. Bu yerda bitta общий санузел, kattagina keng dushovая kabina qilingan. Chiroyli sifatli remont bo'lgan. Bu yerda prixожая mebelimiz, oshxonamiz, xolodilnik yangi, stiralka, ajoyib sifatli hozirgi zamonaviy moykalardan, gaz, vitrishka, истертизмный двухкомнатный котел. Bu yerda balkon mavjud. Shinamgina oshxonacha, chiroyligina. Dilayman hammamizga ham shunaqa chiroyli uylar olish nasib etsin. Niyat qilganlar bo'lsa like bosamiz. Bu yerda esa bitta bolalarimiz uchun yotoqxona 1 kishilik. Ajoyib. Koridorimizga shunaqa chiroyli oynalar qilingan. Bu yerda esa kattalar yotoqxonasi, tremo, panoramli oyna, двухспальный shkaflari bilan. Bu uch yer esa katta mehmonxonamiz. Mehmonxonamizga ham chiroyli troykalik mebellardan qo'yilgan, rangini juda ham zo'r tanlaganlar. TV zona bo'lyapti, ikkita tomonida oyna, buni eshiklari ochiladi va polishniy shkoflar qilingan, ajoyib kartinkalar, bu yerda polkalar, konditsioner mavjud. Samarqand shahar, Frunze ko'chasi, yagona darchan domida 3 xonalik 6-qavatda kadastr hujjatlari bor, ipotekaga ham to'g'ri keladi, lifti bor. Narxi 72 ming avtobus bo'lyapti, yana savdosi bor. Kimga agar qiziq bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman, bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar. Lekin hammamizga shunaqa chiroyli uylar olish nasib etsin. Video yoqqan bo'lsa like bosib, podpisatsiya bosish esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'linglar.